Mana bizning huzurimizga Samandar Tank laqabli ukajonim, mehribonim tashrif buyurdi. Aziz, hurmatlar, mehmonlar va mezbonlar, Samandar Tankning bir shinnigina go'ringidan olaylik. Bu yoqqa chiqing. Qulvachcha. Ukajonim, yalang oyoq. Yaxshi balada buni so'kmay. Yaxshi balada bu. Megabaytim yo'q TikTokka deydi. Ajdarg'o jangchisi. Assalomu alaykum, o'g'ay, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qalaysan? Zo'rmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamasdan. Bu vaqtimi? Nima bu basharalar bujumayib ketgan? Inkvizitor basharasi o'sha. Aytmang, hozir Qayoq edingmi? hozir qattiq bo'lyapti, sola-sol. Samandar mismislar yuribdi. Shu mismislar rostmishmi, yolg'onmi? Gol qamaldimi rostdan? Серьезно. Yeah. 3 yil Nima uchun? 3 yil 13 kunga ketdi. 3 yil. Nima qildi u yana? Endi bilmadim, shu ishi vazrat bo'lib ketgan shekilli. Voy bala. Endi mana Yaxshi. Instagramlarda chiqib yotibdi-yu, o'shandan ko'rib qoldim. Yo'q, o'shani men ko'rmabman-da, hozir efir otsam odamlar kelib yozyapti. Sardor Gold qamalibdi deb. Men aytdim, nima uchun qamaladi? U bala yaxshi yuruvdi-ku dedim. Endi bilmadim aka, nimadir bo'ldi, bilmadim, men xabarim bo'lmadi. Men Instagramda ko'rdim. 3 yil 13 kun deb yozishibdi-da. Voy bala, Alloh sabr bersin, o'ziga ham, oilasiga ham. Men yaqinda bitta videosini ko'rib qoldim. Oldimdan chiqib qoldi rekomendatsiyadan. Balachalari bilan quchoqlashib o'ynab o'tirgan ekan o'yida. Men aytdim, "Malades, Shahzod shuncha balasi bor ekan" dedim-da, xursand bo'lib qo'ydim. Bu nima uchun qamaldi, men tushunmay qoldim. Nima uchun? Bilmayman, men ham tushunmadim to'g'risi. Nima uchun o'zi sudi bo'ldi uni, nima bo'lyapti? Men ham bosh qotirmadim. Men musobaqaga tayyorlanib yurganimga ertalab ketaman, kech kelaman. Instagramga ham kam kirib yurdim. TikTokka даже kirmay qo'ydim oxirgi payt. TikTokka kirmaysanmi? Nima bu yoqlar? G'urbatxona bo'lmaydi. Yoqmaydi menga. Aytadi, bilan yig'ish oson bo'lmadi. Bilan yig'ish oson bo'lmadi. Janging qachon? Jang xudo xolasa 2-aprelda nasib bo'lsa. 2-aprelga qancha qoldi? Bir 15 kun vaqt bor. Malades. Oz qoldi. Kim bilan deding? Qozoq bitta Ablay degan bola bor. Uni tanimayganman lekin. Bu O'zbekistonliklar tanimaydi uni uncha. Kamilda ursang bir spark beraydim lekin. Kamil, men shuni xudo xolasa bir amal yutib olay, nasib bo'lsa, keyin Kamil bilan 100% bo'ladi. Mikrofonda faqat bizda ism yangrasin. Tinmay boshdan oxirigacha chiroyligina. Agar yutkizib $1000 stavkani ko'tardim. agar jalab yutkizib qo'ysang, pizda so'kaman aytib qo'yay. Yutsang maqtayman. Meni xarakterim shunday. Nasib bo'lsa yutsam nasib bo'lsa, kimni ismini aytsam, hammasi $1000. TikTokerlar. TikTokerlardan bitta men berishim mumkin, qolgani bermaydi. Ya, men shu niyat qildim dog'a mana shu yil. Xudo xolasa mana yaqinda onamga ham bitta dorilarni chiqarib yubordim. Keyin mana shu bilan ozgina chalg'iboz bir yuzlarim shishib ketibdi-da. Men o'qilyapman-da. Nastroyim ozgina buzilyapti-da. Mana shu keyin men aytdim, to'xta dedim, mana shu bitta bo'y yutay, mana shuni dedim. Keyin bahorga boraman, uyimni shunday boshlab yuboraman, fundamentini keyin. Tako endi o'zim o'ylayapman-da, shunday gonorarim olsam, bu yoqdan 1-2 so'm pul tushsa, uyimni qurib, shunday ko'taraman deb plan qilyapman-da. Shunga hozir
Mana shuni nima bo'lsa ham, tishlab bo'lsa ham yutaman deyapman-da. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, endi hech kimga aytganim yo'q, tez kunda ko'rishamiz. Xudo xolasa. Ha, Xudo xolasa ko'rishamiz. Akang borgandan keyin akangni O'zbekistonda qanday massasi borligini cho'zib qilasan. Mana dilollar, pulollar, dirollar, birollarlaringda shular Toshkentda yuraman. Oldidan o'tsa kuching salom bermaydi-ku. Men Toshkentda ko'chada yurolmayman, ukajon. Bilaman. Akangni massasini ko'rasan. Haqiqiy ajdarho jangchisi qaytyapti ekan deb aytib qo'y, xo'pmi? Keling nasib bo'lsa. Xumarinaga Nasib bo'lsa. kiraman 2-aprel. Boraman, o'zim janglaringga kiraman. O'zim boraman janglaringga nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Nasib, Xudo xolasa. Ukajon, sen urushni qil, sen boyni qilgin. Biz hozir bir qizlar bilan guring qilyotdik. Keyin gaplashamiz, ukajon. Bo'ldi, tamom. Qizlar bilan gaplashay, ukajon. Erkak kishini bashirasiga qarasam, qo'tag'im tirishib ketaveradi. Chiroyli qizlar bo'lsa, chiroyli qizlarga qarab, termalib, guringlashib, какая женщина. Какая женщина degan asallarim bilan gaplashay. Sen shu betingga qarab tursang, qo'tag'im tirishib ketaveradi, ukajon. Hello. Hello. Assalomu alaykum. Sardorbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysiz ukam, sizimsiz? Sog'laringiz yaxshimi? Rahmat, zo'rmisiz opajon, bayramlar bilan. Rahmat, teng bo'lsin. Sizga bitta podelitsa qildim, ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Hozir Instagramda o'tirib bitta oilani ko'rib qoldimda, haqiqiy haqdor ekan. Menga вообще hech narsa kerak emas, Allohga shukr. Hamma yo'g'im bor menda. Короче, poplik aka ekan, 4 ta bolasi bor ekan, несовершеннолетний. Eng kichkinasi 5-eng kattasi 5-klassda o'qir ekan, qolganlari 4 tasi nima ekan, Instagramingizga podelitsa qilib qo'ydim. Ayol o'tib ketgan ekan. Opajon, Instagramda men ko'ra olmayman. Kim bilandir qanaqadir shunaqa yordam temasida guring bo'lsa, men aytganmanki, video chiqar. Shunday. Eng katta boylik o'sha. Ana shunday deb tushunish kerak-da. Ana shunday tushunish kerak. Qarang, ikkinchi muxlislardan ko'taray. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Shahda kuzatib turing. Kuzatib turing. Muxlislar bilan bugun gaplashamiz mayli. Bitta boshdan bitta qizlarni ko'taramiz, qani opalarni ko'taramiz. Endi erkaklar bilan gaplashsak bo'lmaydi. Erkaklar bilan gaplashsak ana bo'lib qoladi, nima edi? Urushib qolamiz, chiqishmay qolamiz erkaklar bilan. Chunki erkak bilan erkak nimani gaplashamiz, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, svet yo'qmi? Sardorjon, yaxshimiz ukam? Kichkina bolacham borda, uxlagan. Qayerdan siz? Qashqadaryo. Qayerdan? Kitobdan. Boya yozgan opa sizmisiz? Sizni o'qidimmi? Ha, meni o'qidingiz, lekin TikTokim yo'q, tushunmayman TikTokka. TikTok ochib olingizlar, Instagramda platforma TikTok ham. Biz o'sha yerda ijod qilamiz. Biz prosta videolar qo'yib turamiz Instagramga xolos. Biz hamma faoliyatimiz, battlelarimiz hammasi Instagramda bo'lmaydi, TikTokda bo'ladi. Sizlar pastor ko'rasizlar. Nima bo'lgan sizga opajon, nima bo'lgan? Sardorjon, boshimga bir mushkul tushib qoldi. Endi saytda gapirsam bir anov bo'ladimi? Siyosatga aralashib qolgan bo'lamanmi deb to'g'risi to'liq ayta olmadim ham, shu uchun direktga qarab bering dedim. Opajon, ko'p odam yozadi-da, o'qolmay qolaman-da. Rosti. Rosti. Kitobda ob-havo qanday? Yaxshi, bahor havosi. Malades. Sog'lommi sihat, sog'lommi jiyanlar yaxshimi? Ha, yaxshi, Allohga shukr. Siz bitta TikTok platformasida TikTokdan bitta akkaunt oching. Aha. Guring qilamiz. TikTok oching, bo'lmaydi. Instagramga men kirmayman. Men mana bugun kiryapman 1 oydan beri. O'zi kirmayman bu yerga, to'g'risi. Aha. Maylimi? Mayli. Xo'p bo'ladi.